yasalmiz. Bugun biz asaldan birgalikda shu dedemani yasalishini qarshi yasaymiz. Baba biz mana oldin yasaganman, shuning uchun buni qanday yasalishini bilaman. Faqat bu dedemani faqat katta nimalar uchun emas, 5-6 yoshlik qizcha uchun yasayapman. Menga shu narsaga kerak bo'ladi hozircha. Hop. Mana shu naqa tosh. Buni razmerini bilaman to'g'risi. Bilardim, no hozir qo'shasi bor to'g'risi. Abadok shunaqa razmerda. Keyin 11. Kalsiyni katta razmerga sanab ko'rmoqchiman. Qanday boshladik? Примерно men 10 см chaqib oldim. 10 cm ga bormaydi, boshimcha ko'taradi. Shu abadok taqriban joydan hisob qilinadi. Примерно 10 cm chaqildim. No toshlar razmeri qanaqa bo'ladimi? O'zimiz 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ta chiqyapti. To'g'ri keladi. Estimatsiya qiladi. Boshqa olursana. Nishonatda oldimga chiqmoqchi. Men nima degandim? Bu kichkina boshlayveradi lampada. Bo'pti, qoch bo'ldi. Yotibdi. Yotsang qisib ket. Yotib bo'ldi. Qoch pastga. Iltimos xabar narsa yasatganda bemalol yasay. Ajinni. Shu men YouTube kanalim bo'ladi. Obuna bo'lib qo'yinglar. Kolokольчик bosishni unutmanglar. Вот, mana shunday foydalanib kalsiyni ochaman. O'zim qiynalamancha. Ochaman. Bo'ldi o'zim. Katta bo'lgan uchun. Katta kalsiyda bo'lmadi. Men to'g'risi mayda ishli qiyinga men to'g'risi. Ilk katta kalsiy u peshanasiga kattalik qilish mumkin. Ben kichkina kalsiy razmerida hisoblaganman. Shu Toshkentda kichkina kalsiyligini hisobga olamiz. Yasaymiz. Unda vaqt qilib kattasidan nafarat tosh kattaroq ketadi. Ko'proq degani. Chunki bu kichkina razmerli toshda. Вот, уже bitasini uladim. Endi sizga bu kichkina kalsiyda orasini qanday ochishni ko'rsatib beraman. Masalan, bunday qilib qo'lda solana bo'ladi, ochilmaydi to'g'risi. Mana ochilmaydi. Tasvirda уже ushlashda tayyor. Shunaqa endi 10 ta toshda ulab chiqamiz. Вот, уже 10 tani qatirib bo'ldik. Kalsiyni bir-biriga ulab. Buni endi qilib oldik. Ikkita yoniga endi kalsiy osilcha qilsak bo'lgani. Xullas, 10 ta chaqib olgandik. U bo'lmadi, kattalik qilarkan 5 yoshli qizchani boshiga. Shuning uchun men 7 taga qisqartirdim. 3 taga qisqartirdim, 7 ta qoldi. Mana to'zi 7 ta bo'ldi. Endi bunaqa ikkita yoniga qilsak, ikkita yondan shunaqa 4 ta qilsak chiroyli chiqadi. Вот, уже 8 talidan 2 ta, 7 talidan 3 ta qilib shunaqa toshlarimizni bir-biriga ulab oldik. Endi biz buni yana bir qator bir-biriga ulab chiqamiz. Вот, 8 tali 2 ta. Вот. 7 tali manki ulasak, buni batga ulaymiz. Shunaqa ularni qanday ulagan bo'lsak, kalsiyda batni xuddi shunday ulab, keyin abadokka yopishtiramiz. Razmeri mana shunaqa. Nechta bilmayman, razmeri shunaqa. Mana shunaqa kalsiyimizdan kichkina razmerli kalsiyimizdan olib ulaymiz. Men biron bir videoga qarab yasamayman deyman. Kimdan kam holatlarda o'ta bilmay qolsam, videoga qarayman, chunki biron bir to'liq nuqta virgulgacha o'rgatmagan. Shuning uchun o'zim men iloji boricha qo'limdan kelgancha nuqta virgulgacha o'rgatishga harakat qilaman. Chunki endi dedem yasashni boshlaganlar, men eplalarmikinman deb hamma ham kursga yozib o'rmaydi. Shuning uchun birinchi ham men YouTube'da qarab ko'radi. Keyin to'palishmasa kursga yozilish mumkin. Men kursga yozilmaganman hech qanaqa. Boshida ustozda o'qiganman. Bitta ustoz bor edi, shunda o'qiganman. U ham biroycha borib-bormay o'rgatgan. Unaqa o'rgatmagan. Kasal bo'lib qolgan. Keyin u ustoz ishdan ketganda endi o'zim boqamiz. Kasal bo'lib va shu kelmay qolgan, keyin tuzalgandan keyin chiqqan, ham bir haftacha o'qitgan, lekin pensiyaga chiqib ketib qolgan. Shuning uchun men o'zim o'rganganman bag'ga. Sho'xinga qanday emaslik ko'chada odamlar. Buni ertaga sovchiniga berishim kerak egasiga. O'zim uxlatib qo'ymagan, shuning uchun o'zim bemalol kunduzicha yasayotgandim. Buni bir 2 kundan beri yasayotgandim. Lekin tushunmasa kerak. Bemalol yasayotgandim. Men ertaga dushanbalikka so'rayotgandi. Srochniy ish chiqib qolgan ekan, shuning uchun yasayapman.
Shuni ko'rasan. Endi buni sonaman diye. Nimani o'zi kichkinaroq qildim onisini. U 5 yoshli qizcha aytibdi. Qoshimga tushib tursin deb, hali osilganini yaxshi ko'rar ekan. Shuning uchun shuncha uzunroq qildim. Mana tayyor bo'ldi. Mana oldim. Tayyor bo'ldi. Kalsonlar razmeri mana shunchalik. Endi buni biz abadokka yopishtirib olamiz. Вот, abadokda teng o'rtasini topib, kleydan biron nimada belgilab olasizlar. Hozircha kleyda belgilab oldim. Teng o'rtasini topasizlar. Ommaviy ko'p abadoklar qiyshiqroq bo'ladi. Shuning uchun hisobini olib qilinglar. O'shanda men videoni o'chirgan holatda nima qildim? O'rtasini topib oldim. Keyin o'rtasini belgilab, shu belgilagan joyimizni sal ko'proq qilib kleyda olamiz. Keyin o'rtasiga yopishtiramiz. Mana shu kleylagan joyimizga tosh yopishtirib turib, mana chiqarish kerak bo'ldi. Havoda tanaqa. Endi shunaqa ushlab turamiz. Jo'ja qatiguncha bas, sal qatiguncha bas ushlab turish kerak. O'zim oqib ketadi-da, og'ir bu. Вот, aka-ukaga ahmiyat bermaysizlar, qo'shnilar usiz ayni rom qilishyapti. Ular nima? Bag'rini yopishtirib oldim, yopishtirgan to'g'risi ko'rsatmadim, chunki oqib ketadi. Sizlarga ham oqadi. Agar kleylarni, aynan kleylarni mana shu bo'lsa, oqadi. Bu suyuqroqda. Oqadi. Mana shuni bas, boshqacharoqligini olishlaring kerak. Bu ham bo'laveradi, yaxshi kley ekan. Вот, o'rtaga mo'ljallar bittasini yopishtirdim. Вот, mana mo'ldan tashqari, ikkitadan tashqari. Mana shu ikkitadan tashqari orasiga, mana shu orasiga 7 tadan tosh yopishtirdim, 7 ta joyga. Uni 2 tadan tashqari ichiga 7 ta yopishtirdim. Bundan tashqari 7 ta yopishtirdim. Endi bu qatida hozir endi mana tiga yopishtiramiz. Bunday qilib. Orasiga primerno mana shuncha joyda qoldiramiz, qoldirmaymiz, yopishtiramiz. Orasiga 3 ta tosh qilmoqchiman. 3 ta toshga moslab kleylaymiz. Bir mashatdan bo'lsa kerak. Bitta. Ikkita bo'ldi. Orasi 3 ta bo'ldi. Endi mana shuni yopishtiramiz. To'rasini. Mana. Deqolida. Orasi 3 ta bo'ldi. Bunday yopishtiramiz. Keyin buni bag'iga ham 3 ta tosh yopishtirib, shu bilan tayyor. Buni 5 yoshli qizchaga qilganim uchun kichikroq bo'ldi. Mana orasidagi nimalar. Siz o'zlaringizga moslashtirib, boshlaring razmeriga qarab ko'paytirishlar mumkin. Shunaqa chiqadiguncha ushlab turamiz. Ko'ryapsiz, shunaqa bo'lib chiqib ketyapti. Вот, jichaqatida ush bag'ini orasida 3 ta bo'ldi. Endi bu tomonga ham 3 ta qilamiz. Keyin yopishtiramiz. Uchinchisi 1, 2, 3. Endi mana o'zini yopishtiramiz. Shunaqa chiq oqib ketadi. Kley o'ta suyuqda. Ko'chadan olib kelib taqdim emaslar. Buni ham xuddi shunday qilib ushlab turamiz. Qilgandan keyin bag'ga yopishtiramiz. Вот. Endi bag'ga ham tosh yopishtirib oldik. Bo'sh bo'lib qolmaslik uchun bag'ga ham yana yopishtiramiz. Bag'ni yopishtirganmiz, sizlar bilan sanaymiz. 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Bag'ga ham 10 yopishtiramiz. Agar sizdan 5 yoshli qizcha uchun yasayotgan bo'lsangiz, xuddi shu razmerda qiling. Agar siz yoshingiz 10 yoki 20 bo'lsa, razmerni mana o'zgartiring. Xuddi shunaqa yasaladi, faqat mana toshlar mana 7 ta bo'lsa, bir 15 ta bo'lishi mumkin, 13 ta bo'lishi mumkin. Men 20 necha yoshlidir opaga qilgandim. Bag'i 13 dedi, bag'i 15 dedi, bag'i 7 dedi. Bundan oldin ham ekan, bag'i 7 dedi, bag'i 13, 15 dedi. Imonisi battaba sal mantroq dedi, pastroq dedi. Shunaqa qilib endi bag'iga ham yopishtiramiz 10 ta tosh. Bir, 2, 3, 4, 5 ta, 6 ta.
7'da 8'da oxirgisi 9'da 10'da bo'ladi. Salfetkaga qo'yganmi, kley og'zini ovqatlachicha. Bunaqa. Diademamiz tayyor bo'ldi. 5 yoshli qizchaga menimcha norm razmeri. Chiroyli chiqdi diademamiz. Sizlarga esa ko'rishlarini tavsiya etaman. Mana. Diademamiz ham tayyor bo'ldi. Endi siz meni Handcraft YouTube kanalimga obuna bo'lishni unutmang. Like, kommentariyani ham aytmaydi. Sizlar uchun aytadigan video oldim. Пока-пока. Keyingi videomda qaysi diademani yasalishni ham o'rgatay, kommentariyada yozib qoldiring.